Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlari. Ko'pchiliklarimiz so'rab turgan 7 ot kuchli Argina TX motorimizda yangi partiya kirib keldi. Hozir bular qisqacha ma'lumotini hamda narx-navosini o'tib ketaman. Kimga kerak bo'lgan bo'lsa, ekran pastida qoldiryapman. Aniqlash qo'rqsizlar. Xo'p. Birinchi bo'lib turgan 7 toshli texnik bo'lsa tashlamiz. Yo'qolib turadi. Bizda makro 3 litrli bizda makroga hamda korobka tomonlarga o'yib yozilgan bo'ladi. Yurish joylari zavodni orqali yarim soatga yurib bera oladi. O'zida qaraysan, maslin filtr qilib ishlangan. Maslin filtr o'zi nima desam, maslin filtr siz motorni organizatsiya albatta shu joyga 50 gram yog' aylantirib qo'ysangiz, motoringizga kelayotgan chang hammasini o'zi ushlab qoladi. Korobkalar katta qustalik korobkaga qo'yib ushlatgan korobkalar lekin 450 ta korobka bo'ladi. Xo'p. Motorlar esa 170F motorlar jihozlangan, hattoki motorlarda moydachi va qildirib kelganmiz. Moydachi o'zi nimaga desa, moydachi bu motoringizdagi yog' suyulib qo'yib ketsa, o'zi avtomatik o'chib, suyulib ketsa, o'chib qolaveradi. Xo'p, oldiga ikkala, orqaga bittadan skolar mavjud. O'chirib yoqish bitta korobka orqali gaz bersangiz o'zi avort olaveradi. Har bir motorimiz orqasida qishloq xo'jaligiga bomba, qishloq xo'jaligiga suv nasos, karchabatlarni so'kirishlar mumkin bo'ladi. Bundan keyingisi xuddi shu 7 toshli texnik motorimiz, lekin bunda korobkalari kichikroq bo'lib ishlangan 350 talik korobka bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi uka menda farqli motorlar borlik ko'ryapmiz yo'llarni. Lekin prosta modelga sotishyapti. Albatta, hozircha do'konlar 7 toshli texnikani prosta model ham bor. Ko'rsam mumkin, bu ham xuddi o'sha lekin korobkalar kichikroq 150 talik korobkalar jihozlangan, motorlarda moddachilari yo'q. Karburatlar esa shu ham prosta karburatlardan ham ishlangan, tez ketaveradi. Has cho'da yo'q, joylanishni beradi. Xo'p, hammasi bir motorlarda karburatlarda farq qilaveradi. Xo'p, endi kerak mana shu kurashda ko'rsatilgan nima ish qilishini bir qator ko'rsatamiz. Qani ketdik. Boricha yerlarni chuqurroq haydagan holatda mana shu temir balon va chizeldan foydalanishingiz mumkin. Buni hozir mana hazlari ishlashga mutlaqo gap bo'lishi mumkin emas. Bu turdagi original 7 ot kuchli texnik motorlarda ko'pirgan modellardan ko'p xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, do'konimizda bitta mana shu 7 toshli texnik motor emas, boshqa turdagi motorlarimizda ham mavjud. Kimga qancha kerak bo'lsa, ekran pastda nomerlarini ma'lum qilib qo'yasizlar. Bizning manzilimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Optim sifatini birinchi qo'l bazasida xarid qilib olaman ekansiz, pastga nomerga orqali chiqishingiz mumkin bo'ladi. Hayır, joylar sog' bo'lsa, bundan keyin videoda ko'rish kuncha xayr.